Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Shirazbek Play kanali. Va sizlar bilan bugun biz Red Bull turni o'ynaymiz. Ha, do'stlar, bugun yangilik qildim sizlar uchun. Mana ko'rishingiz mumkin. To'r bo'lishiga qanaqadir maxluqlar hamma ko'p to'lani aynan kvadrat shakliga aylantirib qo'yayotgan ekan. Yerni ham to'rtburchak qilib qo'yishmoqchi ekan. Shuning uchun bizning qahramon Toshpo'lat yo'lga chiqibdi. Davom etamiz. Qani. Toshpo'lat. Toshpo'latning sarguzashtlari. Birinchisidan o'tdik do'stlar. Ikkinchisidan. Sizlarga zo'r bitta narsa ko'rsataymi? Men ikkitalik sakrashni bilaman. Xo'p. Ketdi, mana shuni yo'q boramizda tepaga sakraymiz. Voy. Nima bo'ldi? Ayo, to'g'ri qildik shekilli. Lekin to'xtanglar, mana shuni men qaytadan qilaman sizlar uchun. Bitta narsani ko'rsatishim kelyapti-da. Aynan mana shu urinada bitta zo'r bug bor deydi. Ko'ramiz hozir bu bug ishlaydimi yo'qmi? Ketdik sekin olib boramiz. Ana, do'stlar ishladi. Hop, davom etamiz. Mana bu yerda to'rtta shekalar bor ekan. Sakraymizda toshni aylantirib olib boramiz va qo'yib yuboramiz. Mana shu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Ha, ulgurdim sakrashga. Davom etamiz. Sakraymiz. O'xshadi. Voy. Salqin qolishiga. Endi yana tepaga chiqamiz va Usain Bolt bo'lamiz. O'tdik, bunisidan ham 4-qismga keldik endi. Hoppa. Koptokchining sarguzashlarini, Toshpo'latning sarguzashlarini men oldin ham o'tganman. Bunda meni do'stim Umar yordam bergan edi. Bu o'yin haqida bilishim uchun va unga men katta rahmat deb qolaman. Lekin qoyilman, bu o'yin juda ham zo'r. Menga yoqadi, masalan, sizlarga bilmadim-ku, lekin shaxsan menga bu o'yin juda ham qattiq yoqadi. O'tdik. Hop. To'rburchakka suvga qildik va o'tib yo'g'ana. Mana shunisini yoqtirmasdim. Menga eng qiyin bo'lgan qismi bu shu nima deydi? Birinchi bo'lib o'rmonda sarguzash qiladi. Mana bunday oshqa joyda. Keyin boshqa yerlarda menga aynan buzilgan shaharda sarguzash qilish yoqmaydi. U yerda har xil robotlar bo'ladi chunki. Aynan shunisi juda ham yoqimsiz. Mana yana bitta bug ko'rsataman sizlarga. Ana. Ko'rdinglar? O'xshamay qoldi. O'xshamagan bug. Voy, sal oldu do'stlar, ko'rmadinglar. Ko'rdinglar-ku? Xo'p. Bu yoqdan sirpanib tushib ketamiz va o'tib ketdik. Yo'q. Qaytarganmiz bu yoqdan. Aylantiramiz. Sakraymiz va arabaga buni ortamiz. Bo'ldi, tayyor. Ketdik. Ana
Shunday. Bo'ldi. Navbatdagi 7-chi qism. Hop. Voy deb sal qoldi. Bunday qilamizmi? Hop, aylandik, o'tdik va voy sal qoldi. Bunday qilamizmi? O'xshadi, bo'ldi. Davom etamiz. Va qopqon kalla. Tosh bo'ladi. O'tdik bundan ham. Endi esa boltamni voy, katta xatolik qilib qo'ydim-ku. Bolta boyini ishga tushirdik. Voy, yana xatolik qildim. Nimaga bilardim-ku buni. Ayaya, bo'ldi. O'tdik do'stlar. Bo'ldi. Qo'rqmanglar, hammasi nazoratlarim ostida. Va chiqazish kerak. Yo'q. Urinib ko'ramiz bunaqasiga endi. Hop, chiq. Uddaladim do'stlar, uddaladim. Bu yoqqa o'tdi va tamom. Yulduzchani olamiz. Qaytamiz joyimizga. Bo'l. Sakraymiz. Ko'pelachi. Bu yoqdan birinchi bo'lib o'tib olish kerak. Ko'rdinglarmi do'stlar? O'tda xavfli bo'ldi hozir. O'tamiz. Bu yoqda monstercha, turburcha kallalar bor ekan. Mana buni uchini to'g'rilash kerak. Uchini to'g'rilaymiz. Yana teparoq bo'lish kerak. Bundan ham teparoq bo'lish kerak. Bo'ldi, yetadi. Va uchdik. O'xshar. Birinchisi o'tamadim. Bu ham bir qisqa qilib aytganda levelga o'xshaydigan o'yin. To'g'risi hamda. Do'stlar, shans yo'qoldi, shuning uchun ham qaytadan qilamiz. Siz shuncha yugurgandim. Bu yoqdan o'tib olish kerak bunday qilib. Davom etamiz. Tezda buni narigi orolchaga o'tkazib qo'yamiz-da. Va mana bu to'rga chegarlarni yo'q qilamiz. O'tkazamiz yana bitta va bo'ladi. O'tdik. Endi bu yoqqa ketmaslik kerak. Yo'q! Agarda yana bitta cho'kadigan bo'lsa, video tugaydi. Oy. Kelinglarchi, bir skinlarni ko'raylikchi avval. Bizda faqat pomidor ochiq ekan. Hozircha qolganlari yo'q. Mayli, mana bunday qilamiz. O'yin qotmasligi uchun men Wi-Fi'ni yoqmayotgandim.
Endi baribir reklama ko'rish kerak menimcha, jonni to'ldirish uchun. İşlemayapti. daqiqada shuncha narsa qilsam bo'ladi. Ana. Duolingo. Tea. Kofe. Qanaqasiga kofe? Bu choy-ku bu. Taslim bo'lmang. Paka. Sen miyasi bilan urishib qolgan ekanman. What? Dollar bu, dollar-ku. Ticket. IQ'si nollar uchun deydi. Duolingoni o'tkazing. Menda Duolingo bor, do'stlar. Menda Duolingo bor. Эй, ты, почему так долго? 107 kundan beri Что-то тут не ishlatyapman. так. Почему ты в последнее время так долго сидишь в туалете? Неужели ты переписываешься с другими парнями? Что ты несешь? Я просто играю в прятки. Прятки? Да. Есть игра в Bu прятки. reklama haqida hech nima deya olmayman, do'stlar. Четыре случайные Xullas, o'tkazib yuboringlar bu joyni videoni. Kerak emas umuman. We play. Umuman bo'lmaydi. Men o'ynab ko'rganman. To'g'risi yoqmaydi. Undan bemalol 0 bergan bo'lardi. Davom etamiz. Hop. Oy, bekor qildim. Hop. Va bu endi mendan ham tez o'tadiganlar bor albatta. Kim Red Bullni oldindan o'ynab ko'rgan bo'lsa, Red Bullni to'g'rimi? Yozib qoldiringlar kommentariyada, do'stlarim. Bu o'yin hammaga qiziqmi? Toshpo'latning sarguzashtlari desa ham bo'ladi buni. Xo'p, menga masalan bu o'yin juda ham mazur kelgan. Bolalar uchun maxsus desa ham bo'ladi. Davom etamiz. O'tdim do'stlar, o'tdim. Voy dod. O'tdim bu yerdan. Va suvga tushirish kerak-da buni. Ehtiyot bo'lish kerak-da mana shu joyida. Hop. Sakraymiz. Aylanamiz. O'tdim bu yoqdan ham. Va bu yoqqa kelsak. Va sakraymiz. Bo'ldi, bunisidan ham o'tdik. Red Bull juda ham qiziqarli o'yin. Do'stlar. Keyingi videolarimda qaysi o'yinlarni o'ynashimni yozib ketinglar kommentariyalarda. Va men albatta o'sha o'yinni iloji boricha o'ynashga harakat qilaman. Faqat voy dod. Yo'q, lekin bu o'yinni sizlarga tavsiya qilaman. Bu o'yin yaxshi, men o'ynab ko'rganman. Bo'ldimi, tugadimi reklamang? Voy dod. Do'stlar, reklamalarni o'tkazib yuboringlar, kerak emas. Bo'ldi, yo'qol. Yo'q, lekin bunaqa joylar yo'q. Aldashyapsizlar. Xudo. Yo'q do'stlar, afsuski mana shu joyda video o'z yakuniga yetyapti. Agarda sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmanglar. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda qaysi o'yinlarni o'ynay? Albatta buni ham aytib o'tinglar. Aytgancha do'stlar, men Minecraftni originalini yuklab oldim. Va tez orada o'sha Minecraft bilan ham yangi videolar chiqadi. Meni kuzatishda davom etinglar. Video bilan ko'proq odamlarga bo'lishing va kanalimga obuna bo'linglar. Barchangizni yaxshi ko'raman do'stlar. Xayr, salomat bo'linglar.